Assalomu alaykum. Shu videomni ko'rayotgan odamlarga sog'lik, salomatlik, salomat bo'linglar. Men shu zamburug'lar haqida video olaman. Hozir qish, dekabr, oktyabr videoga men hozir hammasi bir xil chiqib qolgan, hammasi veshinka haqida. Chunki hozir qishda men shu qishloq atrofidami ko'p joylarni aylandim, veshinkadan boshqa zamburug' uchratmadim. Lekin hozir nasib qilsa bahor kelyapti. Bahorda shampinyon, keyin mozzarella, oq, shunaqa sizlar zamburug'larni nomidan bilmaslaringiz mumkin, lekin ko'rsangizlar aniq bilasizlar. Keyin hozir qishda yana bir zamburug' chiqish kerak edi. Sarg'ishroq, oltin rangda, yana qizil rangda bo'ladi. U haqida videolarim bor qisqacha. O'shanaqa zamburug' chiqmadi lekin. Va yana bir narsa, yana bitta zamburug' chiqadi. Bo'ynaki tikonli daraxtlar tagida yoki jiyda daraxt, u ham unday daraxt tanlamaydi lekin menimcha. Ruschasiga endi o'zbekcha nomini bilmayman. Trutavik cheshutchetey degan zamburug' bor. Uni ham rasmini hozir montajda qo'yib ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerda yeb bo'ladigan zamburug'lar. Yana bir sarg'ishroq zamburug' bor. Bu qishloq atroflarida, shaharga yaqin yoki mashina ko'p yuradigan joylarda unday o'smaydi. Mana qir, tog'lik joylarda, o'shanaqa joylarda chiqadi. Nasib qilsa bahor kelsin, u zamburug'ni ham sizlarga ko'rsataman. U zamburug' haqida video olmagan ekanman. Nasib qilsa rasmga tushirib, uni ham rasmini joylayman, xudo xohlasa. Endi bu yerda hozir sizlar shampinyonni bilsangizlar kerak. Mozzarella degan mozzarella oq zamburug'i bor. Uni ham endi shaharda yashab yurganlar yoki ko'p odamlar bilmaydi, lekin juda ham shirin, delikates zamburug'. O'sha mozzarella junli zamburug'i bor, короче, junli oq zamburug'. U nasib qilsa yozda chiqadi. U ham juda ham shirin. Qaysi davlatlardir eshitganman, qizil kitobga kiritilgan. Xitoyda imperator zamburug'i bir paytlar imperator faqat qabul qilgan ekan, boshqa odamlar yegan bo'lsa jazoga tortilgan ekan. Shunaqa ma'lumotlarni o'qidim. Yana bir narsani bildim. Mana u veshinka O'zbekistonda endi eskitda nomlangandir, Asyotr zamburug'i deb nomlangan ekan. Shuni ham bilasizlarmi? Yana bir narsa, men veshinkani faqat piyoz bilan yoki kartoshka bilan qovuraman. O'ziga juda ko'p yog' shimolyapti. Yog'ni o'ziga qovursam, qanday qovursam bir shirin yoki o'zini mazasini his qilishim mumkin, shuni bilmayapman. Yoqadi, lekin odamning tez me'dasiga tegib qoladi-da. Yog' juda ham yog'li bo'lgan ekan bu zamburug' rosti. Boshqa zamburug'lar ham, masalan, veshinka. Bir kommentariyada yozaringizlar, qanday qovursa bo'ladi o'sha zamburug'ni. Yana bir narsa, eng toza zamburug', короче, eng toksinsiz, yuso'z toza xomligida ham yeb bo'ladigan zamburug' qishki zamburug'. Ruschasiga zimniy opyonok. O'zbekchasiga endi shunaqa qishki zamburug' nomlaymiz. Uni zimniy opyonok, yana kuzgi opyonok, kuzgi zamburug', kuzgi opyonok. Bir 4-5-6 xil turi bor, faqat o'zimizda uni 2 xil o'sadi. O'zimizda uni zaharlisi yo'q, yana hammasi foydali. Uni qurib qolganini ham, даже qoqib bo'lib qolganini ham bir yeb ko'rsangiz qandaydir yoqimli ta'mi bor. Lekin namligida bir endi chiqqanda yesangiz qandaydir orasida qum bordek ta'mi boshqacharoq, unday yoqmaydi, lekin qovib yesangiz lekin mazza. O'zir qotirib o'ylab gapiray. Endi har bir zamburug' haqida qisqacha va tushunarli ma'lumot berib o'taman. Eng birinchi veshinka. Veshinka o'zimizda
havo gradusi tushganda, bo'ynaki sovuq tushganda o'sishni boshlaydi. Bunga nam havo juda yoqadi. Agar namlik bo'lmasa chiqmaydi rosti. Endi uy sharoitida o'zingiz o'stirmasangiz. Endi sezoni shu yil namlik yaxshi bo'lganmi? Sentyabrda chiqqan ekan rosti. Sentyabrda o'rtalaridan boshlab mana hozirgacha bor. Fevral oyida hozirgacha bor. Nasib qilsa mart oyining o'rtalarigacha hali chiqishda davom etadi. Yana bir mana u chiqdi, yana bir chiritdan keyin hozir yana bir o'rnidan chiqishni boshlaydi shu zamburug'. O'sha tergan joylaringizni o'rnidan agar kimdir terayotgan bo'lsa. Ikkinchisi, o'sha martdan hozir yaqinda nasib qilsa nomi nima edi? Hozir uzr. Shampinyon zamburug'. Shampinyon zamburug'ini o'zi hammaga tanish, bilish bo'lsa kerak, hamma bilsa kerak u zamburug'ni. U zamburug'ni hozir bozorlarda hamma yoqda uchratish mumkin. Uy sharoitida yoki yer to'lada shu uy sharoitida o'stirib, odamlar shundan biznes qilib sotyapti. Men o'shanaqa yeb ko'rmaganman uy sharoitida, faqat shu daladan, boshqa joydan teraman, xudoga shukr. Yaxshi zo'r zamburug', juda ham yoqadi. U juda ham foydali, lekin bir narsa, uni zaharlisi ham bor, aytib qo'yay. Zaharlisini bir ko'rsam rasmga tushiraman deyapman. Bir chiqib qoladi, qo'limda telefon bo'lmay qoladi. Uni короче mana unday uni ussiz, tagidagi oyoqchasini ussiz sarg'ayishni boshlaydi. Keyin bir hidga ko'rsangiz bir yoqimsiz o'g'itmi yoki amak ta'mi keladi. Yoqimsiz, hidi ham yoqimsiz. Keyin kesganingizdan keyin rangi o'zgarishni boshlaydi. Rangi ham boshqacha, sarg'ishroq. Odamga yoqmaydi rosti. Shuni esda tutingizlar. U juda ham zaharlisi, juda ham zaharli. Odamni o'ldirishi mumkin agar ehtiyot chorasini ko'rmasangizlar rosti. Yana bir zamburug' mozzarella bellaya. U ham вообще честный zamburug'. Homlay ishlab ko'rsangiz ham, boshqa qilsangiz ham yoki eskirganini olsangiz ham umuman zaharlanmaysiz ham, 100% javob zaharsiz. Endi juda mashinalar ko'p, tutun boshqa joyda o'smasa endi aytib qo'yay. Unday foliya, dasht zonalarda, mana unday chorvoqlarda, qirlarda o'ssa, ular 100% чистый deydi ruschasiga. Keyin o'shani mozzarella bella junlisi bor, короче, o'zbekchasiga mozzarella endi nomi. O'sha undan keyin yozga o'tib chiqishni boshlaydi. Yoz kuni chiqadi o'sha zamburug'. Ayni terak yoki tol, u ham chirigan daraxtlarning tagidan chiqadi. U faqat daraxtlardan chiqadi. Daraxtlarning ichidan, daraxtlar chirindisidan chiqadi. Juda ham mazali zamburug'. O'sha aytganimdek, qachonlardir u faqat shohlar uchun, imperatorlar uchun bo'lgan. Oddiy odamlar uni yeya olmagan. Keyin yana bitta zamburug'. Trudovik cheshuvchitый zamburug'. Endi ruschasiga, o'zbekchasini bilmayman rosti. U zamburug'ni ham foydasi juda ko'p. Eshitganman, endi aniqini bilmayman. Ko'plar terisini archimay qovuradi yoki archib qovuradi. Lekin hidini hidgab ko'rsangiz, hididan maza qilasiz rosti. O'zi qandayligini bilib olasiz. Shunday kesib bir hidgab ko'ring, shunaqa yoqimli hidi. Endi qandayligini aytib bera olmayman, o'zlaringiz aniqlamasangizlar rosti. U ham juda ham shirin zamburug'. Qovurganingizda ham oppoqqina terilarni archasizlar, oppoqqina bunday archib sizlar bir kartoshkaga o'xshab qoladi rost. Qovurganingizdan keyin bo'ynaki free, kartoshka free deydi, o'shanga o'xshab qoladi agar uzunroq kesib qovursangizlar. Juda ham shirin zamburug'. Faqat uni shu chiqqanda toza vaqt o'tib ketmasdan olish kerak. Vaqt o'tib ketsa qotib qoladi, rezinadek bo'lib qoladi rosti. Yeyish qiyin bo'ladi keyin. Shuni aytib qo'yay. Keyin zimniy opyonik. O'zimizda o'zbekchasi endi qishki zamburug'. Qishki zamburug' u ham sentyabr oylarida chiqadi. Qishki zamburug' debman. Kuzgi zamburug' sentyabr, oktyabr oylarida chiqadi.
uni ham endi o'zimizda faqat 2 xilini ko'rdim. Rossiyada bir 5-6 xili juda ham ko'p. O'zimizda shu kuzda chiqadigani oltin rang, sariq rangda bo'ladi, sal och sariq bo'ladi. Shunaqa ranglarda bo'ladi. Uni ham vaqt o'tib ketsa qandaydir yeb bo'lmay qoladi, chirindi hidi kelib qoladi. Shuning uchun vaqtni o'tkazmasdan shu ko'rdingizmi, olavering. Toza endi sal kattaroq, o'rtacharoq bo'lsa, o'sadi deb o'ylamang. O'sgandan keyin yeyishga yaroqsiz bo'lib qoladi. Keyin undan keyin qishki zamburug' bor. Qishki zamburug' shu dekabr, yanvar oylarida chiqish kerak, shu yil chiqmadi. U ham oyoqchalari oltin rangda, tepasi qalpoqchasi qizil, u ham oltin sariq rangda bo'lishi mumkin. U ham juda ham shirin. Eng toza zamburug'lardan biri. O'ziga hech qanaqa bir radioaktiv biron narsa yutmaydi. Xomlicha yoki quritilgani turishi bir tatib, tishlab yeb ko'rsangiz hech biron joyi zaharlanmaydi rosti. 100% javob. Uni ham yana bir narsa, o'sha hozir aytgan zamburug'larim zaharsiz deganim bilan, masalan, shahar atroflarida chiqishi mumkin. Boshqa joylarda bunday mashinalar, tutunlar, zavodlar bor joyda chiqishi mumkin. O'sha joylardan iloji bo'lsa termaganlaringiz yaxshi. Endi yeb zaharlanmasligingiz mumkin, lekin postoyanni yeb yursangiz, o'sha oshqozoningizda, organizmingizda o'shani tutunlardan yig'ilgan zahar asta-asta yig'ilib borib, keyin natijasini ko'rsatadi yoki kimgadir birdan ta'sir qilishi mumkin. Yana zamburug'larni kimlargadir zamburug' allergiyasi bor, allergiyasi borlarga endi unday tavsiya qilmayman rosti. Lekin allergiyasi yo'q, o'ziga aniqlaydigan bo'lsa, bu zamburug'lar juda ham foydali. Xuddi masalan qo'ydi go'shti, molda go'shtini ham kaloriyasi shunda ziyodki, lekin kam emas mana shu. Foydali vitaminlar, oqsillar, boshqa narsalar, organizmingiz talab qiladigan narsalar ana shunda bor. Yana mazasi ham go'shtkidan kam emas. Menga juda yoqadi rosti. Hozir yana qaysi zamburug' o'ylab oling. Keyin yana bir zamburug' dajdevik degan zamburug' bor. Dajdevik u nasib qilsa bahorda chiqishni boshlaydi. Bir ko'rdim, sentyabrda ham bir kuzda kam chiqadi, lekin bahorda ko'p chiqadi. U zamburug'ni shunisi bor, juda ham shirin, zaharsiz, lekin u zamburug'ni endi boshqa zamburug'larda ham iloji bo'lsa u zamburug'ni ichkilik bilan yoki spirtli ichimliklar bilan ichib bo'lmaydi. Odamni o'ldirmaydi, lekin o'lgandan battar qiladi-da, rosti. Ichkilik bilan ichib anaqa bo'lmaydi. Shuni ogohlantirib qo'ying. Keyin u zamburug'ni vaqtida yulmasangiz, tagidan qorayib, umuman yeb bo'lmaydigan holatga kelishi mumkin. Shuning uchun ko'rdingizmi, oppoqmi, kichkina bo'lsa ham shu terib olavering. Juda kattarib, mana quyosh chiqib mana qilib ketsa, u qorayib ketadi, qarochi. Shu hozir rasm qo'yibman, rasmlarda ko'rishingiz mumkin. Keyin o'sha narsa bor, o'sha dojdevikni yomon zaharli turi bor. Ular rangi sal kulrangroq, juda ko'p chiqadi, yerda uyalanib chiqadi. Yana tatib o'tirmaysizlar. U zaharli, aytib qo'ying. Taksim bor. Odamni endi xabarim yo'q. Bironta odam o'ldi yoki xabarim yo'q, lekin zaharli, riskovat qilishni maslahat bermayman. Rosti bir paytlar riskovat qilib zaharlanib, rosa afsuslanganman. Boshqa zamburug'dan u. Sizlarga aloqasi yo'q. Bu zamburug'larga aloqasi yo'q, aytib qo'ying. Shu yana sizlardan bir narsa, agar men bilmagan yoki men aytmagan bir zamburug'lar agar esdan chiqib qolgan biron zamburug' esdan chiqib qolgan bo'lsa, agar O'zbekistonda bor zamburug' menga bir aytib qo'yingizlar o'shalar haqida. Men hozir yeb bo'ladigan zamburug'lar haqida aytdim. Yeb bo'lmaydigani haqida bittasi haqida aytdim. Lekin yeb bo'lmaydigan zaharli zamburug'lar ham ko'p, aytib qo'yay. Hozir faqat aytgan zamburug'imdan teringizlar. Agar boshqa yeb bo'ladigan yaxshi zamburug'lar bo'lsa,
biroz bir rasmini yoki nomini bir aytib qo'yingizlar, kommentariyada qoldiringizlar iltimos. Mayli, salomat bo'lingizlar. Ko'rganlaringiz uchun rahmat. Yana bir narsa, shu aytgan ma'lumotlarim kimgadir foydasi tekkan bo'lsa, kimgadir qiziq bo'lgan bo'lsa, har bir ko'rgan odam bitta like bosish esdan chiqmasin. Yana men bilmagan ma'lumotlar yoki biron savollaringiz bo'lsa, shu kommentariyada yozib qoldiringizlar. Mayli, salomat bo'lingizlar.